Ona ishga ketayotgandim. Mana shu pulni oling-da, qarindoshlar hammasini ko'rib chiqing. Sizlar rahmni unutib qo'ymaylik. Duo qiling ketolmasga. Bolam, o'zingda pullaring bormi? Biringga men bersin. Amin. Allohu akbar. Onajon, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Sizga qo'l meva olib keldim. Yaxshi qilibsan bolam. Bolalaringga yedirib qo'yaman. Ona, bolalarim sizni yoshingizga chiqqancha ancha-muncha edi. Buni sizga olib keldim. O'zingiz xonangizga olib kirib, yeng o'zingiz. Hop, bolalaring bilan birga yeymiz. Voy, ona, yana bolalaring deysiz. O'zingiz yemay yoshligimizda bizga yedirdingiz. O'zimiz qolib yana bolalarimni o'ylaganingizni qarang, ona. Bolam, qanaqa qilib tomog'imdan o'tadi? Ular yeganini ko'rib maza qilaman-da, bolam. Adasi, bugun oyijon lag'mon qilib bering dedilar. Mazam bo'lmayapti. Onam aytgan bo'lsa qilib berdi. Bu dunyo qaytar dunyo. Onamga nima yaxshilik qilsang, kelinimizdan qaytadi onasi. Adasi, meni bilasiz, ovqat qilishdan qochmayman. Bugun negadir o'sha holim yo'q. Bo'ldi, tushundim. Sen kirib damingni olavergin, bo'lmasa men onamga sekin tushuntiraman. Kechgacha yaxshi bo'lib qolsang, onam bilan seni olib restoranga borib ovqatlantirib kelaman. Bolam, kelin o'zi ovqat qilmoqchi edi-yu. Nima qilarding ovora bo'lib? Keliningizga ovqat qilib o'tirma dedim, ona. Anchadan beri qarasam restoranga olib bormayman. Keliningiz bilan sizni bir aylantirib kelay. Bolam, juda ham to'g'ri ish qilibsan. Kelinim ham juda charchab ketuvdi. Bir borib maza qilib ovqatlanib kelaylik. Yuring, onajon, ketdi. O'rtoq, uylaring muborak bo'lsin. Rahmat. O'rtoq, shu boyib ketishingni siri nimada? Bilmadim, onam duo qiladilar, kelining duo qiladilar, qarindosh urug'lar bilan bordi keldimiz yaxshi. Balkim shungadir.